Savol. Assalomu alaykum. Jamiyatimizda ayol kishi amildorlikdan saqlanish uzuk saldursa, namoz durust bo'lmaydi deydigan qarashlar paydo bo'lib qopti. Buning asosi bormi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Uzuk saldurgan taqdirida uzuk saldurganlik jihatdan namozga ta'siri yo'q. Faqatla uzuk hayzini egizpas qilib o'tib qolsa, shu tarafdan namozga ta'siri bo'lib qolishi mumkin. Odatda uzuk hayz mazgilida silindi. Salgandan keyin hayz odatdagidek normal muddat kelib, uzilmay eng uzun bo'lganda 14 kungacha davomlashsa chatoq yo'q. Hammasi hayz hisoblanib bu jarayonda namoz o'qimaydi. Lekin ba'zida qon bir uzilib, yana bir kelib qoladi. Bundaq ahvolda ayollar hayz qoni bilan odatdagi tomir qonini ayriya olishi mumkin. Hayz qoni kelsa, toki to'xtag'uchi namoz durust bo'lmaydi. Tomirdan kelgan ahvolda ayolning odatiga qaraymiz. 6 yoki 7 kun odat ko'radigan bo'lsa, shu kunlardan keyin kelgani tomir qoni bo'lsa, shu 6 yoki 7 kundan keyin har bir namoz vaqtida yangi bir tahorat olib namoz o'qiydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 69-numurli fatvo.